Sizlarni zeriktirmaslik uchun bugun boshqacha yo'nalishda chiqyapman. Kelin hayoti challenge'ini Amerikadan turib boshladim. Ertalabdan uyg'onib, birinchi xo'jayinimga zavtrak berib, ularni ishga kuzatib oldim. Keyin birinchi zaldan ishlarimni boshladim. Kechqurun bolalar o'ynab, yoyib tashlashgan edi. Bolalarim uxlagan payt mazza qilib ishlarimni qilishni yaxshi ko'raman, chunki ular bilan bemalol ishlarni qilib bo'lmaydi. Shunaqa postlarni ko'rsam, o'zim mazza qilaman. Sizlarni ham bitta ish qilayotganinglarda ikkinchi ishingiz esingizga tushib ketadimi? Sahli yig'ishtiribman, xayolimda xolodilnigim turibdi. Xolodilnigimni ham bir generalni qilib, toza qilib narsalarimni yig'ishtirib oldim. Ko'pchilik kelinlar alohida turishni yaxshi ko'rishar ekan, lekin alohida turishi ham o'ziga yarasha juda ham ko'p qiyinchilik taraflari bor. Shaxsan menga qaynona oyijonimlar bilan turgan paytlarim mazza edi, chunki ular menga hech qachon qaynonalik qilmaganlar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar qizlar? Alohida turish mazami yoki qaynona bilanmi? Oshxonalarimni polni yig'ib terib oldim. Sizlarga postlarni ham qilib qo'ygunimgacha bolalarim ham uyg'onishdi. Bolalarimni ovqatlantirib, kiyimlarini alishtirib, ko'chaga olib chiqdim. Ko'chada havo juda ham yaxshi edi. Bolalarim toza havoda mazza qilib o'ynashadi. Keyin bo'lsa uyga ham kirib oldik. Bolalarni cho'miltirib, qornini to'qlab, uxlatib qo'ydim. Kechqurungi ovqatga nima qilishni bilmasdan o'ylab xolodilnikda bor narsalarimdan foydalanib bitta pitsa pishirib oldim. Mana bugungi kunim shunaqa o'tdi. Video yoqgan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman.